Assalamu alaykum, hürmetli televizor köygücü dostlar, yaxşımsızlar. Qurban hiyitinglarga muborak bo'lsin. Ko'rayotganinglar Diyarim programmasi. Hürmetli televizor köygücü dostlar. Bu yilgi hiyitning xosiyati bizning program ishlash guruhimizni azizona makon Qashqarga boshlab berdik. Biz Qashqarga borgandan keyin biz ko'rishga taqozo bo'lgan Yitqa jamoasini ko'rib keldik. Yit samosiga jo'r bo'lib, ajoyib shodlandik. Shundaqla o'zimizni o'ylab baxmagan bir ta'sirli hikoyaga yo'liqdik. Hikayeni anladığınlar bolsa diqqatinglar ekranımızda bo'lsin. Mana bu Sharqning go'hiri. Yipak yurtidagi marvoyit makon Qashqa. Bugun ona diyar Qashqada oyim. Cho'ng kichik hammaning chehrida kulki. Yit tamoshasi qilayotgan mush paytlarda biz ixtiyorsiz aparat ko'zini bu chet ellik do'stimizga to'g'riladik. U Yaponiyaning Nara shahridan bo'lib, asli ismi Yiviko Washiyoshka. U o'ziga Uyg'urcha marhaba degan ismini qo'yganligini aytdi. Biz uning bilan cho'nqirlab tanishgan sari uning odatdagi ayol emasligini his qildik. 2003-yil 2 ayning 24-kuni Qashqar viloyati Fayzovat noyisi va Maralbishning Cho'nqurchaq yesi uchun ofatli kun bo'lgan edi. Zamin tuyuqsiz titrab, bu yerdagi xalqni ko'p sarosimaga soldi. Hamma ya'ni shig'izora, ma'lumotchilik qopladi. Bu xabar butkul dunyoga tarqaldi. Dal mush paytlarda Yaponiyada alohida bir yig'ilish bo'ldi. Sizlar ko'rayotgan bu alohida yig'ilishni Marhaba xonim tashkillagan edi. U Yaponiyaga o'qishga chiqqan va shu yerda o'ltiraqlashib qolgan Uyg'urlar bilan birlashib, Uyg'ur san'atini sahnaga elib chiqib, jiroqdagi qarindoshlar uchun iyonni to'playotgan edi. Uning faoliyati buninglik bilan to'xtab qolmadi. U o'zi oxiriy ofat rayoniga keldi. U bu safarda ofat rayoniga Yaponiya davlatining emas, balki vatanimiz sirtidagi barliq oq ko'ngil saxovatli kishilarimizning yuragini ep kelgan edi. Xalq uningdan rozi bo'ldi. Shikastlangan, muhtojlikqa to'lgan qalblar uningga opirin aytishdi. Ana shu chaqdala bizning oddiy dehqonlarimiz dunyo mehr muhabbatga to'lgan degan so'zning haqiqiy ma'nosiga yetgandek bo'ldi. Hurmatli televizor ko'ruvchi do'stlar, bizning bu qitimqi safarimiz haqiqatan ko'ngilli ham unutilmas bo'ldi. Chunki biz mush qitimliq safar orqali nihoyatda bir oq ko'ngil kishi bilan tanishdik. Biz programmamizning oxirida diyorimizda yuz berayotgan har xil ofatlarda bizning qarindoshlarimizga to'xtamasdan o'zining himmatli qo'llarini sunayotgan saxovatli kishilarimizga ko'pdan ko'p minnatdorligimizni aytish bilan shunaqla barliq oyim ahlining oyim kunlarining ko'ngilli ham xushal o'tishini umid qilib programmamizni oxirlashtirmoqchimiz. Programmamizni ko'rganinglarga rahmat. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr. Assalomu alaykum ikromli do'stlar, yaxshimisizlar? Ko'rayotganinglar yoshlik